Germaniyada kvartira topish xuddi lotereya o'ynashga o'xshaydi. Farq shundaki, bu yerda chipta bepul, asab esa qimmat. Assalomu alaykum do'stlar, Hello and Ale. Bugun Germaniyada kvartira topishning bir necha usullari haqida gaplashamiz. Ya'ni Germaniyada kvartira topishning ilovalar orqali usullari, yo'llari haqida gaplashamiz. Xo'p. Birinchi ilovamiz Immobilien Scout 24. Ya'ni bu ilova Germaniyada kvartira topish uchun sizga juda ham katta yordam beradi. Chunki bu ilova juda ham keng tarqalgan ilova, juda ham katta ilova. Bitta minus tarafi aynan mana shunda juda ham katta ilovaligi sababli raqobat kuchli hisoblanadi. Ikkinchi ilovamiz VG Gesucht. Bemalol Google'da internetdan topishingiz mumkin. VG Gesucht ilovamiz. Bu ilova orqali juda ham chiroyli, shinam kvartiralar topishingiz mumkin. Faqatgina minus tarafi bu vaqtinchalik turish uchun mo'ljallangan xonalarni, kvartiralarni topishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi eng sevimli ilovalardan biri eBay Kleinanzeigen ilovasi. Bu ilovani Germaniyada yurgan har bitta inson o'rnatib olishini, yuklab olishini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu orqali juda ham ko'p e'lonlarni ko'rasiz va juda ham günstik billiger vonuylar qidirsangiz bo'ladi. Bu ilova orqali, ya'ni eBay Kleinanzeigen ilovasi orqali siz juda ham arzon bo'lgan uylarni olishingiz mumkin, lekin ehtiyot bo'ling, aldovlardan, turli xil aldovlar bo'lishi mumkin bu e'lon orqali. Germaniyada kvartirada turish narxlari promona, ya'ni oyiga shaharlarga qarab farqlanadi. Ya'ni katta shaharlarda, Berlin yoki München shaharlarida, aynan men yashayotgan Halle Saale kichikroq shaharlarga qaraganda qimmat hisoblanadi. Katta shaharlarda katta daromad va shunga yarasha kvartiralar, turar joylar juda ham qimmat hisoblanadi. Kichkina shaharlarda kvartira topish ham oson, ham arzon hisoblanadi. Xo'p, endi Germaniyada kvartira olish uchun qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Xo'p, birinchi navbatda shufa, ya'ni sizni qarzdorligingiz bor yoki yo'qligini isbotlovchi, ko'rsatib turuvchi hujjat shufa. Xo'p, ikkinchisi oxirgi 3 oylik qog'ozingiz, ya'ni oxirgi 3 oylik qog'oz, Gehaltsnachweis. Xo'p, uchinchisi Arbeitsvertrag, ya'ni ishchi shartnoma, to'rtinchisi Personalausweis yoki Aufenthaltstitel. Agar siz Germaniyaga yangi kelgan bo'lsangiz, ya'ni shufa yo'q bo'lsa, unda sizdan fermiter depozitni ko'proq so'rashligi mumkin. Ya'ni kautsion, kvartira uchun oldindan to'lashingiz kerak bo'lgan kautsion puli hisoblanadi. Xo'p, endi sizlar bilan Warmmiete va Kaltmiete farqini ko'rib chiqamiz. Bu iboralar aynan nimani anglatadi? Warmmiete bu kvartirani o'ziga to'lanadigan pul, ya'ni svet, ya'ni tok va suvdan tashqari. Xo'p, Kaltmiete esa aynan shu suv va tokga to'lanadigan pul hisoblanadi. Misol uchun shaxsan o'zimning kvartiram 525 Warmmiete uchun, ya'ni 525 euro to'layman. Kaltmiete uchun esa o'rtacha 60 euro, oyiga 60 euro to'lanadi. Xo'p, bu aynan endi o'zingizga bog'liq. Qancha suv ishlatishingiz yoki qancha tok ishlatishingiz shularga bog'liq. Xo'p, yana bir ma'lumot, agarda siz tok va suvni tejab ishlatadigan bo'lsangiz, yilning oxirida oshiqcha to'langan pullaringizni qaytarib beradi. Xo'p, endi depozit, ya'ni kautsion qancha to'lanishi mumkin? Bu fermiterlarga qarab belgilanadi, farqlanadi. Misol uchun, shaxsan men 525 kvartira Warmmiete to'layotgan bo'lsam, mendan kautsion puli 750 euro so'ralgan. Xo'p, ba'zi joylarda uni kautsion, ya'ni uni depozit, oldindan to'lov yo'q. Ba'zi joylarda esa bu to'lov juda ham qimmat bo'lishi mumkin. 1000 euro yoki 1200 eurogacha bo'lishi mumkin.
Hop, kvartiralarning narxi qancha bo'lishi mumkin? Kvartiralarning narxi kvadratiga qarab yoki kvartiraning xonalarining soniga qarab farqlanadi. Misol uchun 3 xonali kvartiralar 500 euro dan tortib 700 eurogacha bo'ladi. O'rtacha aytganda, ya'ni bizning shaharlarda, kichikroq shaharlarda. Agarda Berlin yoki boshqa München katta shaharlarda bo'lsa, bu narxlar juda ham yuqori, 1,5-2,000 eurogacha promonat, ya'ni oyiga 1,5-2,000 eurogacha bo'lishi mumkin. Hop, agarda siz 2 xonali yoki 1 xonali kvartiralar bo'lsa, u holda 200 euro, 250 yoki 400-500 eurogacha topishingiz mumkin. Albatta bu kvartiraning o'ziga qarab, yaxshi, yomon yoki mobilyert, ya'ni oshxona mebellari bilan jihozlangan holda olsangiz, u holda biroz qimmat hisoblanadi. Hop, videoning so'ngida kvartira izlab yurgan, Germaniyada kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimizga maslahat berib o'tmoqchiman. Kvartira topishda ko'proq yuqoridagi ilovalar orqali qidirsangiz, topishingiz va o'zingiz istagan, o'zingiz xohlagan kvartira topish osonroq bo'ladi. Hop, va aynan yangi e'lonlar kelishi bilan yozish va unga qiziqish bildirish, o'zingiz haqingizda ma'lumotni berish ularda ishonch hosil qiladi. Ya'ni sizga kvartirani topshirish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Agar siz oilaviy bo'lsangiz, u holda kvartira topish yana ham osonlashadi. Nimaga? Chunki oilali miterlarga, ya'ni oilali kvartira qidirib yurgan insonlar uchun fermiterlarning ishonchi biroz balandroq hisoblanadi. Germaniyada kvartira topishda skamlardan ehtiyot bo'ling. Skam nima degani? Skam bu firibgarlik yoki aldov. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan ilovalar orqali siz fermiter bilan gaplashdingiz yoki email orqali gaplashdingiz. Shunda u aytadi, men urlobdaman, ya'ni ta'tildaman yoki men boshqa joydaman, boshqa shahardaman, boshqa davlatdaman. Senga pulni to'la, senga pochta orqali kalitlarni yuboraman. Mana shunday skamlardan, aldovlardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Yoki bo'lmasam kautsion, ya'ni kvartira uchun depozit so'rash mumkin. Mana shu kautsionda oldindan so'raladi. Shu so'raganda kautsion yubor, men senga kalitni yuboraman. Yoki bron qil, ya'ni fermiter bilan gaplashdingiz, kvartirani bron qilib qo'yishlik kerak va oldindan pul so'raydi. Mana shu holatlarda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu Germaniyada uchrab turadigan eng katta skamlardan biri hisoblanadi. Tushunib turganingizdek, skam bu ko'rinishdan yaxshi taklif, lekin aslida tuzoq. Va yana bir gap, Germaniyada kvartira topish Berlin shahrida parking topishdan osonroq. Germaniyada ko'rishguncha.